Hech qanaqa xamir qilmasdan, oshirmasdan skоворodkada 15 minutda shunaqa pitsa tayyor bo'lishini bilarmidinglar? Juda ham ko'p blogerlarda noto'g'ri retseptlar ko'rdim, shu uchun sizlarga aniq retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Oddiy skоворodkaga ozgina yog', bitta tuxum, bitta piyolada qatiq, 5 osh qoshiq un, chimdim tuz, bitta chayna ложкада razlohitel solib, yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Bir xil massa bo'lgandan keyin gazni tegini past qilib yoqib qo'yamiz. Xavotir olmanglar, yopishib, kuyib ketmaydi. Bir xil massa bo'lishi uchun hech qanaqa kamochkalar qolish kerak emas. Shunaqa massadan ustida ketchup suramiz. Agar sizda ketchup bo'lmasa, tomatdan ham foydalansanglar bo'ladi. Tomatga ozgina suv aralashtirib, shunaqa surib chiqasizlar. Uydagi bor mahsulotlaringlarni ustiga terib chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni bolgarskilar ham solsanglar bo'ladi. Men solmadim. Oddiy pomidor va kolbaskalar solib shunaqa terib chiqdim. Sirri terkadan o'tkazishinglarni so'rayman. Men terkadan o'tkazishga erindim, lekin juda ham yumshoq bo'ldi. Al-Safidan foydalandim. Albatta tayyorlab ko'ringlar.